21 yoshli chiroyligina singlimiz. Xo'p, akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim, bugun xudo xolasa Dusliydamiz, ya'ni Jizzax Dusliyda mehmondamiz. Umurtqalarda o'simta bor ekan, ya'ni nima deyiladi aka, o'simtamiz? Bel umurtqasi o'simlik gigant joylari deydimi? Shunda hozir rak dedingizmi? Rak. Hozir davolanish kerak. O'sib ketuvchi rak ekan, tarqalib ketuvchi rak. Qaranglar, singlim Muhayyoxon singlimiz 21 yosh, mana 4-kun 10-oy tug'ilgan sanalari Muhayyo singlimiz 21 yosh. Hozirgi kunda biz Dusliydamiz, ya'ni Dusliy xirurgiya bo'limi 8-xonadamiz, palatadamiz. Apam singilimiz mana shunday yotib qolganlar, umurtqasida o'sha aytganimizdek o'simta bor. Davolanish hozir vaqti. Qachon keldingiz, nima bo'ldi? Faqat tezroq gapirasiz, bu Instagram. Bu yerga kelganimizga 3 kun bo'lyapti. Og'riqdan juda qiynalib yura olmay qoldi qizim. Majbur bo'ldim yana olib kelishga больницаga. Shu yerda davolatyapman. Hozir og'riq qoldiruvchilar. Boya aytdingizki, bu ikkinchisi bo'ladi, operatsiya bo'lsa, oldin operatsiya qildirganman dedingiz. Birinchi operatsiyani 23-yilda qildirganman. Undan 2 yildan keyin yana 26-yilda yana operatsiya qildirdim. Hozir endi 3-anosini Hindistonda qilamiz deyapti. Hindistonga olib kelinishi shart deyapti. Apparatlar u yoqda bor ekan, saqlab qolamiz dedi, xudo xohlasa. O'simta ko'payib ketib qolgan, shunaqami? O'sib ketyapti-da. Voy, akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim, iloji boricha hozir yordam qiladigan vaqtlaring, karta nomerlarini qoldiramiz, maksimal yordam qilinglar. O'zim ishongan, bilgan odamim uchun keldim men. Bilasizlar, uncha aralashmayman. Bu videoni Sirdaryoda Gulistonda Sheruz akam bor. Yana tanish bilish blogerlarga jo'natamiz. Iloji boricha original video Ozod Norbek kanalida bo'ladi. Karta nomerlarini yozib qo'yamiz, kartani o'zimizcha qiladigan qilib qo'yamiz. Rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa mana shunday chiroyli singlimizni hayotda oq qolishdan harakatidamiz. Iloji boricha harakat qilaylik. Hamma narsalari bor. Original 100% akalar hech qanaqa sizda aldab boshqa narsa emas. 10 mingdan ehson qilsangiz ham, misol uchun 169 mingta odamimiz bor. 169 ming, 10 mingtadan ziyod bo'lib, xudo xolasa singlimizga Sarpoli ham bizning kanaldan xudo xolasa bo'lib qolsin degan umiddaman. Bu videoni aytganimda shu kanalga tashlab beramiz. Yangam bir o'zlarilar, ya'ni pochcham olamdan o'tib qolganlar. Qancha bo'ldi yolg'iz qolganingizga? 4-5 yil bo'lyapti. 5 yildan beri o'zingiz boquvchisiz, o'zingiz hammasida o'zingiz. Endi qarindoshlardan yordam berishyapti. Yordam berishyapti. Shuncha paytdan beri yordam berishyapti hamma. Hozir bitta ukollarning o'zi $100 turadi. Shunaqamidi? Bitta 1,5 millionga ukol oladi. Umurtqamdek qisadi, shunaqa anaqa ekan. O'shaga akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim yordamda yeymilar. Karta nomer, telefon nomerlari qoldirgan, o'zlari nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib behijolat gaplashaverasizlar. Karta nima chiqadi, nima ism, familiya chiqadi. Bahodir va Manzura chiqadi. Bahodir va Manzura, ya'ni ayollarning o'zlari. Shunaqami? O'zlarini qiladi. Telefon nomerlarini yozamiz, o'zlariga telefon qilib behijolat aloqaga chiqib gaplasha olsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar, ehson mukofot har doim ehson bo'ladi.